miyada qon aylanishi yaxshi emas. Bolani ko'ryapsa, bugroviy rang bo'lib turibdi, ozgina qizarib, bu yerda miyada kislorod yaxshi bo'lmasa, qon yaxshi aylanmasa, mana shuni hisobiga bo'ladi. Rosa ko'pchilik savol beradi, gipoksiya nima bu yoki kislorod yetishmasligi nima bu? Bu imенно o'sha miyaga qon yaxshi yetib bormagan hisobiga kislorod yetib bormaydi. Bolada o'shaning uchun burunlab atrofda ko'karish, dahan titrashlari, kuchanishlar bo'ladi. Siz nechinchi homiladorlik, nechinchi farzandingiz? 3-homiladorlik, 3-farzand. 3-farzand. O'zi homiladorlik qanaqa o'tdi? Yaxshi. Ugroza saqlanayotishlar bo'lmadimi? Ugroza bo'ldi, yotadigan darajada emas. Uyda davolandim. Tak. Erta tug'ilish xavfi bo'ldi, 38 haftaligida tug'dim. O'zingiz? Tak. Tug'ilishi bilan yig'ladimi bola? Ha, tug'ilishi bilan yig'ladim. Erta tug'ilish xavfi nimaga bo'ldi? Sheyka qisqardimi? Sheyka bo'shashdi. Sheyka bo'shashdi. И suv ketish, qon ketishlar bo'lmadi. Suv ketish bo'lmadi, anaqa vidina kelish boshladi, jigarrang. Demak, 38 haftada tug'ildi. O'zingiz unda ham suv ketish boshladi, boshlab keyin tug'dingiz. Tak, tug'ilish bilan yig'ladi bola? Ha. O'qiga o'ralmadimi? Yo'q. Ko'krakka qo'yishdi. Ko'krakka qo'yishdi. Aha. Radomdan necha kunda chiqdinglar? 3 kunda. 3 kunda. Kindiga qachon tushdi? Kindiga yo'q, 10 kunda. 10 kunda. Uyda tushdi. Uyda tushdi. Sarg'aydinglarmi yo'qmi? Yo'q, sarg'ayish yo'q. Yo'q, hozir ham yaxshi yo'q. Faqat kindigidan suv kelib turibdi. Yaxshi yuraverishinglar, yaxshi. Kindik suvlanyapti deysizmi? Ha. Обработка qilasizmi yo'qmi? Vodorod, peroksid bilan artib. Peroksid vodorodni обработка qilasiz, yaxshi qurigandan keyin xlorofilitni spirtdagi eritmasi bor. O'sha bilan surib qo'yasiz, zelёnkaga o'xshagan narsa bo'ladi, faqat spirtdagi eritmasi. Xo'p? Tak, kuchanishlar bormi bolada? Kuchanish bor. Burunlab atrofda ozgina ko'karish bor. Dahan titraydimi yo'qmi bolani? Titraydi. Titraydi. Kuchanish bor, dahan titrashlari bor. Masalim. Qanchalik bo'ldinglar? 1 oy. 1 oylik bo'ldi. 1 kunlik. Kechqurun baqirib uyg'onib turishlar bormi? Cho'chishlar? Yo'q, unaqa yo'q. Tak. Yaxshi. Tak, bola ko'krak sutidan faqat yo'q, aralash. Faqat Mes o'zlam, nega? Chunki sutim kelmaydi. Qancha tug'ildinglar? Necha kilo tug'ildinglar? 3 kilo 480. 3 kilo 480. Hozir kontrolni zveshmanga qilamiz.